man qarab tushib qolaman mashinasini quplab qo'ygan-ku bu. Yandagi zakaz qiluvdim, uyimga olib borishni o'rniga ajdaniya qilib 7,5 ming plastikdan shirib qoldim. Ayol kishiman men. Yo'q, kechganim yo'q. Joyda o'tirib, mashinasiga chiqqan joyimda olib borib tashamay, gap otib tegajoqlik qilib qizimni oldida yana har xil gaplarni gapirib qo'yapti menga. Qutqaringlar, iltimos sizlardan. Men ichkariga kirmayman lekin. Chaqirgan, belgilagan joyingizni ko'ring bo'ldi. Chaqirgan joyingizni ko'ring bo'ldi, belgilagan joyingizni. Ana, tashqarida zapravkani oldidan o'rgansanlar, ku. Hattasiz margaz qiling mashinangizni. Bitta mashina men turibman zapravkani oldida, xola. Sariq zapravka. Sizni qolaydi, rasman baraka topsin. Endi qayerdan bilaman, mendan xolamisiz, onamisiz, opamisiz, qayerdanmi, nima dey? Baytani ichida o'rganki, baytani kirib turib, tashqarida ajdaniya beryapti. Hop, men bo'ldi, men sizga hozir ko'rsataman qayerda urilganini. Men 20 yillik kliyentman-da, odamni ahmoq qilib gapirmasam. Bo'ldi, opa chiqinchi, bir 20 yillik klient bo'lsangiz, bu ko'raychi sizni. Qayerga chaqirganingizni? Odamni kasal holida ko'chada bo'lsa, ko'chadan taklif qilib turadim. Men yozaman, mazal. Nima yozasiz? Shikoyat yozaman men. Qamat bormisizmi ish qilib? Gap o'ynamayman, baraka topsin, men sizni sevirib, haligi bahriga olib, siz ortiqcha gap siz qilyapsiz. Siz keling, men oldinga men sizga ko'rsataman qayerga chaqirganingizni. Siz birinchi kelib ko'ring-da, keyin gapiring. Men olib bormayman men sizni, bo'ldi. Qayerga chaqiribsiz? Hayday mashinani. Haydamayman mashinamni. Nega haydamaysiz? Haydamayman. Nega unda ajdaniya beryapsiz? Nima bo'lmasa ajdaniya beryapsiz? Xo'p, men qayerda turibman ekan. Men ajdaniya beryapsiz. Nima qilishim kerak? Men chaqirib. Haydang mashinani. Haydamayman men. Haydamayman. Yo'q. O'zi отказ qiling. 500 so'mni ham qaytaring. Nimaga men sizga qaytarishim kerak? Men sizga kelyapman 3 kilometrdan. Qilgan muomalangiz uchun ham olib bormayman men. Kerak emas. Bo'ldi, kerak emas. Teshib chiqsin o'sha pul. Xo'p, mayli. Kimdan haq bo'lsa o'shani teshib chiqadi. Teshib chiqsin, iloyim. Bo'ldi. Boshqa gapirgan gapim yo'q. Haydang mashinani. Haydamayman men, opa. Nima, meni pulimni olib qolaverasanmi bo'lmasa? Men nimaga sizni pulingizni olib qolaman? 500 so'm уже olindi kattamdan. Nima qilib 500 so'm? Men keldim o'sha joydan yurib. Men o'zimni ajdaniya qilganim yo'q sizga. Men olib bormayman siz, opa. Bormasa endi отказ qilmani. Valloh, hozir 5 minutdan keyin отказ qilaman. Nimaga endi 5 minutdan keyin отказ qilasan? Qachon отказ qilishim kerak? Nima 5 minutdan keyin отказ qilasan? Qancha отказ qilishim kerak? Muomalangiz to'g'rilab gaplashing, opa. Axir biz ko'rsatib qo'yganmiz. Siz ko'rsatib qo'ygan joyingiz mana mana shunda turibdi sinim. Больницаning ichi emas. Показывать водителю, где я deb qo'yganmiz. Ichkarida o'tirganimizni ko'rdi. Mana. Sinim. Mana siz mana chaqirgan joyingiz mana shu zapravkani oldi. Men xuddi mana shu yerga keldim. Men o'zim gapirmayman unaqa gapni. Siz bansiyachiga chaqirgan bo'lingiz. Yo'q, bu chi shunaqa birovlarni jalba ona qilar ekan. Qiling, bemalol. Xohlaganingizni qiling. Xohlagan narsangizni qiling. Sudga borasizmi, boshqaga borasizmi? Men sizni olib bormayman. Ne men aytayman, o'z. Mashinani tezroq haydang, men mashinada o'tiribman. O'tiravering. Men yurmayman men. Men olib bormayman sizni, bo'ldi. Mana unga jalba qiling. Qilavering xohlagan narsangizni. Hamma narsa ko'rsatib turadi. Qayerda nima bo'lyapti, siz qanaqa muomala qilyapsiz?
Sizniki ham, saniki ham shunaqa Ha, bo'lyapti. xo'p, mayli, ko'ramiz-da. Hayda dedim mashina. Haydamayman. Nimaga bo'lmasa mashina odam Bo'ldi, отказ qilib bo'ldingiz. Bu отказ qilib bo'lsam nimaga bo'lmasa 2 mingga tesh chiqsanglar olmaylar mana. Xo'p, mayli. Ilohi amin. Teshlar Amin. omali bo'lsin. Topgan, mana shu bolani topgani Amin. oti nima ekan buni? Amin. Agar siz haq bo'lsangiz shunaqa bo'lsin. Haq bo'lmasangiz o'zingizga ursin. Aytavering aytgan gapingizni. Gapiravering. Jahongir ismim. Xohlagan duoyingizni qilavering. Mashina. To'g'ri gaplashavering. Ko'rvasanmi qilgan ishingni deyaptim senga. Borib tashlang. Olib bormaymanmi? Men yechganim yo'q uni. Yo, ko'rvasanmi, Siz sani haqlagan qilgan ishni. ishingni ko'rvasanmi? Yetti Yo, gapirma menga. Ko'rvasanmi deb so'radim sendan. Ko'ryapti. Ko'rvatdingmi? Ko'rdim. Ha? Ko'rvasanmi deb so'radim. Ko'rdim. Men senga ikkinchi marta. Men kirmagan deyapman. Tushundingmi? Bo'lmasa o'zing plastik yo'laginda o'tirib ketaver mashinasiga. Tushundingmi? Mendaqa dalballarning mashinasi. Videosi bilan turibdi. Nima adres bu? Assalomu alaykum, bu sizning xizmatingizdami? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Meni qutqaring. Mana bu odam meni haqorat qilib mashinasiga o'tirg'izib olib borib tashlamayapti. 7,5 ming pulimni shilib oldi. Yandex zakaz qiluvdim. Hop, qaysi yo'lda turibsiz? Qarang. Men Yangibozor yuqori chiqman Yangibozor markaziy kasalxonasida. Hop, tushib qoling o'sha. Yo, men qarab tushib qolaman mashinasini quplab qo'ygan-ku bu. Yandex zakaz qiluvdim. Uyimga olib borish o'rniga ajdaniya qilib 7,5 ming plastikdan shirib qoldim men. Ayol kishiman men. Siz kuttirdingizmi, kechikdingizmi chaqirib? Yo'q, kechganim yo'q. Joyda o'tirib mashinasiga chiqqan joyimda olib borib tashamay, gap otib tegajog'lik qilib qizimni oldida yana har xil gaplarni gapirib qo'yapti menga. Qutqaringlar, iltimos sizlardan. Hop, o'sha yerda turib tursangiz qoldim. Men mashinasida o'tiribman. Siz kelinglar menga yordam qilinglar. Opa. Banisada og'ir ahvolda bo'lgancha Yandex zakaz qiluvdim. Ataylabdan tashqarida turib 7,5 mingga ajdaniya qilib, nega unaqa qilyapsiz? Olib borib tashlang desa, har xil gapni gapirib, mendan pul ishlash maqsadini qilyapti. Men 20 million kredit olganman dorim uchun. Ba'zan bo'lmagani uchun yosh bolam uyda bo'lgancha Yandex zakaz qiluvdim men. Bu yosh bola qanaqadir bir erkak kishi menga tegajog'lik qilish uchun emas. Alo. Mana gapiring, siz gapirib bo'ldingiz. Va qarang, postavka qilyapti. Qanaqadir kameradan tepamda ko'tarib turibdi. Qora ma'lumot berasizmi menga? Ha? Ma'lumot beraman men. Ma'lumot beraman men. Ma'lumot beraman men. Adres tushuntiring. Ma'lumotni beraman men. Adres tushuntiring, xo'p. Ma'lumotni beraman men. Sizning adresi ko'rinadi. Ism familiyangizni ayting. Gulmatova Dilfuza Tursumatovna. Nurmatova deysizmi? Gulmatova. Nigmatova? Gulmatova. Gulmatova kim? Unga qilmang, mana yozyapsiz siz mana endi. Bunga gapiravering. Alo, assalomu alaykum. Arizamni tez qabul qilib oling. Men bitta Yandex chaqirsam tegajog'lik qilib, menga har xil gaplar gapirib, mashinasini haydamay, mashinasini ichidan qulab olib, qizim ikkalamizga tegajog'lik Men sizga qilyapti. telefon qildim. Ha? Qaysi tuman? Yuqori chiqdi mana. Ko'cha Qarang, hozir mana shu aytayotgan Tuman markaziy kasalxonasini oldiga mazmun bo'lmaganligi uchun zakaz qildim Yandexni. Yo'q. Yo'q. Ha, mashinasini ichida xushroq holatda turibmiz biz. Xodim jo'natish kerak menga bo'tga hozir. Men yosh bolam uyda kutib turibdi bo'tda. Men bu yuqori chiqdim mana yangi bozor. Ha, tez jo'natingiz iltimos. 10 minutdan beri mashinasidan chiqa olmay turibman men. 10 minutda uyda bo'lishim kerak edi. Qariq zapravka borda bu yerda faqat Gudoil degan bo'ldi. Ha, taksi haydovchisi Yandex zakaz qildim. Yandexda kelgan shaxs menga mana shunaqa qilyapti. Yana plastigimdagi ajdariga qo'yib plastikdan pul shilib yotibdi. Plastigim ulanganda Yandexga. Yo'q, turgan joyingiz masalan ko'rinadi.
keyin tez orada bo'lishadi. Siz bilan bog'lanishadi. Ismim, familiyam Abdurazzoq Jahongir. Qo'shimcha raqam yo'q-a? Yo'q, tez, hozir telefonimni ham to'lib bo'ladi bu ketishda. Ravshan o'g'li. Tuhmat qilganingiz uchun men sizni oxirigacha boraman, mana shu hozir gapiring gaplaringiz uchun. Bo'lgan yilingizni ayting. 1997 Hop, qarang. 07 Qo'ng'iroq qilayotgan raqamingiz 94 Alo, 103 xizmatim menga tez ko'ra chaqiring, mazam bo'lmay ketyapti. nima deysiz opa? Bular yo'lovchi mana. Markaziy kasalxona bor-ku, Yangi bozor markaziy kasalxonasi oldida. Zakaz tushmanga belgilagan joyga keldim. Kelsam menga baqirib. Zapravkada Yandex zakaz qildim, Yandex zakaz qildim. Yandex yurmasdan plastinga dajdani urib, mashinani qulab qo'yib, tegajoqlik qilib mazamni battar qochirdi. O'zi kapini solib chiqib kelyapti. Qo'ng'iroq qilayotgan raqamingizdan tashqari yana raqam bor. Markaziy kasalxonadan bu yoqqa chiqib, bu yoqdan ajinada Yo'q, yo'q. kurdida zapravkani oldida. Skoriygani mana tushuntirasiz. Bo'l, jo'nating iltimos opa. Hozir, a? Qaranglar mani. Mazam bo'lmay ketyapti, a? Yuqori Chirchiq tumani Sultonrobod mahallasi. Ha, yo'q, mashinasining ichida quflonib turibman men. Sultonrobod mahallasi, tuman markaziy kasalxonasi ro'parasida. Yuqori Chirchiq tuman markaziy kasalxonasi ro'parasida. Tezroq kelsin. Mani vaqtim olganingiz uchun men bilan hamma narsani to'lovini qildirtiraman opa. Anaqani yoqdingmi diktofoningni? Shantajlari tushdimi? Shantajim emas, siz qilyapsiz. Ustimdan kulganligi, ayollik shari qadr qimmatim bu. Yo'qmadingmi? Yo'qdingmi? Yo, endi yo'qdingsan. Munojaat. Yaxshimisan, bola? Qo'rqmayapsanmi, bola? Shu suvimni berib ber, bola. Munojaat. Qo'rqmayapsanmi, bolam, deyaptim. Svetlarni yoqib o'tirib tur, bolam, hozir boraman. Men bitta mashina zakaz qilsak, bizdan olib borish o'rniga ajdaniyani urib, bizdan pul ishilib Munojaat. Voy Munojaat. Asal qizim mani. Sen hammadan chiroylisan bola. Sen hammadan aqllisan bola. Boringga shukr bola. Biruz chaqir tezroq, sevinch o'tiraveramizmi? Ha? Shuncha olgan kapingiz ichkaridan urding-ku, to'g'rimi? Ko'rsatadi opa hamma narsani. Biza qattaligimizni ko'rsatib turadigan qilib urdim-da. Ko'rsatadi, xavotir olmang. Shundoq sakrang turib turadi. Yo, bu shunaqa qilib shantaj qilib pul olar ekan. Xo'p, opa, mayli. Men sani opang emasman. Men sani opang emasman. Kim bo'lsa, sen nima opang bo'lganda opangga bunaqa muomala qilmasding. Sizni muomalangizga bolangga bunaqa munosabat qilmasding. Ha, hech ham unaqa qilganingga san bosh anaqani ichidan urib turib, o'shani ichidan urib turib, o'shani ichidan urib turib, o'shani ichidan urgan anaqani shunchalik qilding. Bugun gapiraman men. Bak, senga gapirayotgan men qizimga gapiryaptim. Qiz bilan gaplashing. Tushib gaplashing, yo'q, tushib gaplashmayman men. Tushib gaplashmayman men. Meni mashinam. Yo'q, tushib gaplashmayman. Sani mashinang bo'lsa, men 7,5 ming pulni shilvaganing uchun men sizdan bilan mana oxirigacha boraman. Bo'ldi. Bildingmi? Men ham 7,5 ming pulni kreditga olganman. Mayli, xo'p. Ayollik sha'ni qadr qimmati mana qilganing uchun. Ko'ramiz, kim sha'ni qadr qimmati. Nima ko'ramiz. Munojaat. Asal qizim men. Alo, assalomu alaykum. Anaqa tez skoriy jo'natib yuboring. Yuqori Chirchiq tumaniga Zaявga berilgandagi. Zaявga berilgan, lekin hali kelmadi-da. Yuqori anaqa internasional больницасida. Internasional Sultonrobod mahallasi. 94lik
518 1478 Klimatda va Turfsa turmatida. Zapravkani oldida. Zapravkani oldida. Mashinada mazasi yo'q. Xolis guvohlarimiz ham bor. Chaqirayotgan paytimizda. Xo'p. Sani o'pi emasman, senga gapirayotganim yo'q. Menga umuman gapirma. Mashinadan Umuman gapir. Yo'q, men seni mashinangdan 7,5 ming pulimni qaytarib bersang, keyin tushaman. Bildingmi? Ha, siz meni vaqtim olayotgan. Sen meni vaqtim olganing uchun men sizga el-joyda javob beraman. Nimaga men qaytarib berishim kerak? Men necha kilometrdan kelyapman. Men olganim yo'q uni. Baqirma menga. Menga baqirma. Menga baqirma. Gaplashma, qizim bilan gaplashma. Gapiryapman, gapiryapman. Senga gapirayotgan yo'q, menga gapiryapti. Gapirma meni qizimga. Tushing mashinadan. Tushmayman. Tushing. 102 kelsin, ko'rsin ahvolni. Tushmayman men. Yo'q, ajidaniya berdi-ku, o'tirganimizda. Kelganimdan keyin nima beraman? Ajidaniya berib, o'tirganimizdan keyin ham o'sha 71 raqamiga kelib qo'yib. Gapirma, Sevinch. Gapirma. Yo'q, gapirma. Umuman. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum. Aka, hormang. Qo'pchib chiqdim, ichki ishlardan aka. Olat, yordamga kelinglar, iltimos. Tezroq kelinglar. Iltimos, menga tegajoli qo'ydi bu odam. Aka, iltimos, keling, iltimos deyaptim, keling. Men Gulnat va Dilfuzaman, keling, iltimos. Tuman mashinasini quflab olib chiqazmoqda mashinasidan. Tuman qanaqadir больницасida. Iltimos, Yuqori Chirchiq tuman markaziy kasalxonasi ro'parasida. Sariq zapravkani oldilar mana aka. Iltimos, sizdan yordam bering. Men Gulnat va Dilfuzaman, yordam bering. Bo'ldi, baqirmang. Yordam bering, taniysiz-ku meni. Yordam bering fuqaroyingizga. Baqirmay, opa, yo'lga. Axir siz ko'rmayapsiz nima qilayotganini buni. Aka, nima bo'pti o'zi? Aka, keling. Yordam bering, iltimos. Telefon tushuntirib bo'lmaydi aka. Iltimos, tezlashing aka.